Bu galgi Istanbul bo'ylab sayohatimizni 3 dugona ko'rishib qilishga qaror qildik. Birinchi bo'lib o'zimizni milliy ovqatlarimizni sog'inamiz, restoranga borib mazza qilib ovqatlanib oldik. Kim nima desa ham o'zbek oshxonasiga yetadigani yo'q. Hammamizga udobniy metroda ko'rishib olamiz deb kelishib olgan edik. Ikkita o'zbek turist guruhdan ajralib yo'llarini topolmay turishgan ekan. O'zimiz odamlarimiz deb qo'ldan kelgancha yo'lni tushuntirib, yo'l ko'rsatishga harakat qildik. Ular ham biz bilan Lalli bozorgacha kelib olishdi, keyin yo'lni tushuntirib ajraldik. Joyda o'zingni vataningni insonlarini ko'rish baribir boshqacha. Lalli bozoridan tramvayga o'tirib Gulxane parkiga kelib oldik. Bundan oldingi videoda bolalarni parkka olib keldik deganimda, yaxshiroq joyga olib borsangiz bo'lmaydimi? Mayli, pul ketsa ketar deb yozilgan kommentariyani ko'rib qoldim. Menimcha bolajonlar uchun quyosh, toza havo va tabiat eng zo'r va eng qiziqarli aylanish deb hisoblayman. Istanbulda ancha yildan beri yashasam ham turistik joylarga kamdan kam kelaman. Ko'rishish bahonasida yana go'zal joylarni ko'rdik va birga vaqt o'tkazdik. Aynis qilib o'zim yolg'iz his qilib yurgan paytlarim shu dugonam bilan tanishib qoldik. Xuddi bir-birimizni anchadan beri taniydigandek yaqin bo'lib ketdik. Undan tashqari farzandlarimiz o'zbek tarbiyasini, odatlarini o'rganishini xohlayman. Xullas, havo juda ham iliq, mazza bo'lgani uchun uyga kemada qaytdik va o'g'limga kemaga chiqamiz deb so'z bergan edim, so'zimni bajardim. Xullas, bugungi kunimiz shunaqa o'tdi.